Gulnoza, norezident daromadidan olinadigan foyda solig'ini hisoblashda eng ko'p uchraydigan xatolarni aytib bera olasizmi? Bemalol. Birinchi xatolik norezidentlarga qilinadigan barcha to'lovlar solig'i tortilishi kerak deb hisoblash. Ikkinchi xatolik jismoniy shaxs bo'lgan norezidentlarga foyda solig'ini solish. Uchinchi xatolik norezidentga daromad to'liq berilgan holda soliqni qaytarib olishga urinish. Yana bir jiddiy xatolik doimiy muassasa xavfini istisno qilish uchun norezident bilan tuzilgan kontraktni o'qimaslik. Ketma-ket boraylik. Norezidentlarga qilinadigan qaysi to'lovlar foyda solig'iga tortilishi kerak? Faqat soliq solish obyektiga kiradigan to'lovlar Soliq kodeksining 351-moddasi 2-qismi. Masalan, norezidentga auditorlik xizmatlari uchun to'lov. Bu xizmat Soliq kodeksining 351-moddasi 2-qismidagi 17-banddan iborat yopiq ro'yxatda yo'q va agar xizmat masofadan O'zbekiston hududidan tashqarida ko'rsatilsa, bunday to'lov soliq solish obyektiga kirmaydi. Hisobotda 137-kodda Soliq kodeksining 351-moddasi 3-qismi bo'limini tanlash kerak. Demak, norezidentdan sertifikat talab qilish shart emasmi? Agar to'lov soliq solish obyektiga kirmasa, soliq olinmaydi. Qarang, sertifikat bizga ikki yoqlama soliq solishni bartaraf etish to'g'risidagi bitimni asosli qo'llash uchun kerak. Ammo hatto o'z qonunimiz bo'yicha ham obyekt bo'lmasa, bitimlarga murojaat qilishdan ne foyda?